Vay özüm. İçib oling. Ha suvda serap qo'y. Rahmat. Yanga, men bir ish qilmoqchi edim-da. Tog'am bilan yordam berasizlarmi, yo'qmi? Vay, albatta yordam beramiz. Qanaqa ish ekan? Er. Er? Ha? Qadar topding? Hali topganim yo'q. Endi topmoqchiman. Kecha 50 ta to'ldim-ku. Meni farzandli bo'lishga hali vaqtim bormi, yo'qmi? Vay, albatta bor. Katta buvimiz bilasanmi? 85 yoshida tuqqanlar. Sen ham tug'ilsan. Yo, 35 yil vaqtim bor ekan. Familiyangiz nima? Sultanov. Tinchlikmi? Meniki Sultonova-da. Lindandin поехали! Opa! Voy opa! Hey opajon, to'xtang. Yanga! Yanga-da! Voy ular. Ana. Voy rahmat. Rahmat bolam. Buncha chiroyli bu bola. Voy o'zim bir kel. Tog'a! Duo qiling, tog'a. Ya. Tohir zuhralarga o'xshaydi ya. Diding chakkiman sana. Ha. Qo'shganinglar bilan qo'sha qaranglar. Iloy. Nima deydi? Biz yoshligimizda, biz paytimizda pampers bo'lmaganda. Qarigandan keyin ham pampers taqmay o'taylik. Iloy. Baxtli, saodatli bo'linglar. Tushunmadim, nima hozir menga nikoh o'qib yuboryapsizlarmi? Qo'lingizni olib turing. Men bu ayolni birinchi marta ko'rib turibman. Ha bilak uzuk taqdingiz-ku? Bilak yuzuk bekatda qolib ketgan edi. Shuni orqasidan chopib olib kelyapman. Bilganinglarni qilinglar. Bilaguzuk kimiki? Meniki. Voy tillami? Yo'q, bijuteriya. 60 mingga oldim. Dikdoring qursin sana. Ersirama yo'lgur. Odamni nomuslariga o'ldirasan sen. To'tqon qursin sana. Bo'pti, bunisi o'xshamadi. Bilan big'a o'taman. Odam bo'lmay o'lingsiz. Tog'ayz oldida meni sharmanda qildingiz. Yaxshi bo'pti. Tog'a. Assalomu alaykum begim. Va alaykum assalom. Menimcha adashdingiz. Men boshqa ayolni kutayotgandim. O'sha sohib Jamol ayol menman-da. Men kutayotgan ayolning ismi Sohiba, siznikichi? Mana rasmni bu. Qani beringchi? Mana o kim? Orqadami? Bu nimasi bo'ldi? Mana bugun ushlab turing. Men hozir Bilaman kiymaydi. Shunday chiroyli qiz tashab ketganini qara ahmoq. Ayollar o'ziga o'zi muomala tug'diratdi. Erkaklar tug'adi, erkaklar yo xotinni uradi, yo tashab ketadi. Hurmatli ayollar, agar erkaklar shunday bo'ladigan bo'lsa, umuman ultumanglar. Azizam, jonim, shakarim, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningga plastigingga 25 million tashadim. Eringga ham bir 3-4 million berib qo'y, xo'pmi? Savob bo'ladi. Bo'pti jonim. Doda, shu ayollarga ham pul tashlab hech zerikmaysiz-da. Undan ko'ra biratasiga uylanib, mazza qilib yashsangiz bo'lmaydimi? Axir siz viloyatimizning eng boy odami bo'lsangiz. To'g'ri aytasan, bolam, to'g'ri aytasan. Uylanaman endi. Yana 50 yil, 60 yil yashaymanmi, yo'qmi? Men shu yo'ldan birinchi chiqqan
chiqqan eri yo'q ayolga uylanaman. Ana. Turibdi bittasi, to'xta gaplashamiz ana. Hey, kallangiz ishlaymi, ko'zingiz ko'rmaya. Kuppa kunduz kuni shunday chiroyli qizning ustiga haydaysiz. Tavba qildim. Ya? Bir ayolga salomlar bo'lsin. Voy, siz ham sezib qoldingizmi shuni? Men ham oynaga qarasam bor-ku, shunday bir chiroyli hurliqqa turganday bo'laveradi. Menga turmushga chiq. Men o'ta boy odamman. Meni ismim Bobur bobo. Sizning kallangizga mabodo ana viltinatorning varragi tushib, bunday qirib ketmaganmi? Qarib chirib yotibsiz-ku, 100 yoshga kirgan chol. 50. Ya, kechirib qo'yasiz. Kecha men 50 yoshga to'ldim. Unda sinta shaqamizda ikkovimiz, ha? 50.000 dollar beraman. 50.000 dollar berasizmi? Ha. Chindan ham lekin ancha yashaqansiz. Rostdan ham boymisiz? Men boyman, o'ta boyman. Mana hozir kelayotib yo'l-yo'lakay bittasiga tug'ilgan kuniga 25 million o'tkazib yubordim kartasiga. Ana javob ham keldi. So'z isboti bilan mana eshiting endi. Assalomu alaykum, Bobur bobo, yaxshimisiz? Men anu Sevaraxonning eriman. Eringga ham 3-4 million ber degan ekansiz. Bir somon bergani yo'q noinsof. Yana bir ayting, bersin. Oldindan rahmat lekin Bobur bobo, umringiz uzoq bo'lsin. Siz Bobur bobo emas, bobo ekansiz. Kechirib qo'yasiz, bobay. Men sizga tiyolmayman. Menga puldan ko'ra baxt muhimroq. Siz ancha qarisizda, men qiz bola. Yo'q. Ha? Haliyam, 70.000 dollar beraman. Shohona hayotda yashaysan. Xizmatkorlaring bo'ladi. Men hali beri o'lmayman lekin. Asal berar, chaqishini unutma. It ortingdan chobadi, tishlashini unutma. Ot minishingga o'rganadi, tepishini unutma. Xudo bir marta umr beradi, o'lishingni unutma. Assalomu alaykum, mening podpischiklarim, qandaysizlar? Между прочим, bugun chiroylilar kuni ekan. Shuning uchun meni tabriklangizlar, maylimi? Ham qiz bolaman, ham juda go'zalman. Sillishkim go'zalman. Tut, bay. Shunday chiroyli qizni qaranglar. Assalomu alaykum, Sohib opa. Meni opa demay, turmushga chiqmagan qizni uyalmaysan opa deyishga? Opa deyman-da. Mendan 8 yosh katta bo'lganingizdan keyin singlim demayman-ku. Hey, to'poy, sen uylangansan, bolalaring bor. Men zota qiz bola, turmushga chiqmaganman. Tushundim opa. Kechirasan seni. Hey, sen siramachiman. Qayerga ketyapsan? Bilasiz, xotinim ketib qolgan arazlab. Kelmayapti. Rossiyalarga bordim, kelmayapti. Baxshiga ketyapman endi, issiq sovuq qildirgani. Между прочим, xotining 2 kilometrdan suv tashiydi. Baxshiga borib issiq sovuq qildirguncha uyingga issiq suv, sovuq suv o'tkaz. Xotining o'zi qaytib keladi, to'poy. Shuni o'ylamoqman hali. Bugundan quduq kavlataman. Iltimos, bitta kuldiring. Jigit bilan qiz o'tirgan ekan. Jigit aytdi bitta o'bay debdi. Qiz aytdi yo'q debdi. Jigit aytdi ana o qizni qara debdi. Yo'q demasdan o'tiryapti desa, u qiz ham aytarmish. Jigitni ko'rmayapsanmi? So'ramasdan o'byapti dermish. Rahmat. Soy bo'yida yurgan yigit, qoshi ko'zini so'zgan yigit. Soy bo'yida yurgan yigit. Illami? Ertalabdan boylik ko'rdingmi? Ustozim, qoyilman, tasanno. Men shuni ko'rmayapman, qarang. Ana yoshingiz o'tib, qari bo'lsangiz ham ko'zingiz ana burgut ko'zda. Ustoz, bu aniq tilla emas bu. Hay Farmon aka, billah yuzukni joyiga qo'ying. Men sizga bari tegmayman. Gap bu yerda degan, sen hali ham er qidiryapsanmi? O'sha tillangda. Kanishni er qidiraman-da. Uylanayman. Oq eshakda bo'lsa ham hali shahzodam keladi. Menga qara. Senga-chi oq eshakda ham, qora eshakda ham kelmaydi hech kim. Sen 3 yil Dubayda bo'lib qaytding-a?
Bekarlarni 5 tasini chizibsiz. Men Amerikada Las Vegasda bo'lib keldim. Hozir borku, joyimga bo'lamda qo'yib kelganman. Ha, ustoz to'g'ri. Las Vegasda traktor oldida tushgan rasmini o'zim ko'rganman, borgan bu. Telefon bo'lyapti. Ana kakras bo'lam. Ha, bo'la qandaysiz? Yaxshimisiz? Ha bo'la. O'la. Qalizam. Lekin bilasanmi, har kuni sosisga, gamburger bir balolar yeyib ichim qotib ketdi. O'zimizni milliy ovqatlarni sog'indim. Ya, hali bilmadingizmi? Karatchi eshiting, yaxshilab eshiting-da. Qaysi shtatda bo'lsangiz ham, Trayk stopda to'xtang. Kali kebab restoraniga telefon qilasiz. Oshmanda, qozon kabob, qovurma, lag'mon, kaboblar deysizmi? Barchasi muhayyo. Hay, italyanskiy pizzalargacha bor ekan. Yo'q-e? Telefon nomerlarini ayt. Telefon nomeri deysizmi? Yozing. 747 202 77 77. 747 202 4-7. Trayk stopga hozir to'xtayman. Kakras Kaliforniyadaman. Meni yaxshilab eshiting. Kaliforniya, Nevada, Kolorado, Yuta shtatlarining hamma shaharlarida dastavkalar mavjud. Yo tavba. Bu narsalarning hammasini qayerdan bilyapti bu? Aytdim-ku borgandi. Rahmat senga. Bo'pti bo'la. Shogird Los Anjelesga yana borgim kelyapti. Ustozim, Los Anjelesga oldin borganmisiz? Oldin ham borgim kelganda. Ah. Hidiga qorin to'yadi-ya. Keli kebab. Vatan ta'mi. Sohiba mendan xafa bo'lmagan u, ne to'lki oq eshagida. Aravada ham sevgan yigiting kelmaydi. Ustozim bitta yangisi kelib qoldi. Ijozatmi? Qani. Hamma qizlar turar saharlab, hovlisini supurar tindalab, yarmi bilim talab, yarmi ilm talab, bizni sohiba doimgidek ertalab. Yomon bildim. Menga qara, ey. Sen yerga tegsang hamchi, qaynatang ham, qaynonang ham bo'lmaydi. Chunki ular o'lib ketgan bo'ladi. Ey, menga ertasi kelib qoldi. Ayting. Haligi bir ayol qudasiga biz qizimizni kunga chiqarmasdan soyada o'stirganmiz desa, haligi ayol ham, ha, xavotir olmang quda, biz ham qizingizga kun ko'rsatmaymiz degan ekan. Kuluvringlar qani? Hali ko'rasanlar ikkoving ham. Men jigitga ergatayaman. Menga qara sohiba, mana yoshing 50 dan oshib 51 yoshga qarab ketyapsan-da. Meni maslahatimda quloq solsang, erga tegsang ham o'zingdan yoshi katta yigitga turmushga chiqqin. Nimaga degin? Nimaga? Yoshing o'tib xunuklashib ketasan-ku. Shunda eringni ham ko'zi xiralashib qolgan bo'ladi. O'lib ham qoladi. Senlar kuluvurlaring. Hali borku, mening to'yimga borku, Ulug'bek Mirhamidov keladi. Og'zlaringni ochib, qilib, alkashlar senlar mening to'yimga kelib jurmagin to. Voy, yo'q erga Ulug'bek Mirhamidovmi? Ana Botir Qoribovga o'xshaydiganmi? Ko'nglim ko'chasi. Kulma. Bu tentak gapiraveradi-da. Ha, Ulug'bek qayerda-yu, bu tentak qayerda? Ha, yur ketdik-a. Ha, ko'rasanlar-da hali. Ha, keladi. Hay Zumrasha, joyga qo'y. Bu mening vaqtim. Men sen 18 yoshga to'lishing tutib o'tirmayman, aytib qo'yayin. Jahlim chiqqanlar. Men senga tegmayman dedim. Menga tegib ham ko'rishni nima qilar ekanman? Hay, hozir kelajak bitta erkakdan ajralib qolish mumkin. Joyga qo'y. Men senga tegmayman dedim men senga. Topganda balogniki. Hey. Hammasiga. Agar tutib olsam go'shtingni tutaman. 5 ta bilagizligimni o'rashdim. Hammasi erkak. Shuning uchun aytaman-da, erkaklar jo'q qilish kerak. Erkaklar jo'q qilsa hamma Dubayga ketib qoladi-ku. Men xudo xolasa 3 ta qizli bo'laman. Jannatga priyamay putyovka. Вообще kampirlarga ham ishonch qolmadi. Subhanalloh. Kampirlarni 3 ta 4 tasi men ham uchrashdim. Ustaloyga operat tag'in, yegizdirib ichkizaman. Ha bo'ldi, yaxshi bo'ldi deydi tag'in. Umuman
keyin telefon ham qilmaydi, qochib ketadi. Har borganimda 250, 300 xarajat qilib, shashlik, mayda chuydani uramiz, hayronman endi. Shuncha kampirlarga ishonish kerakmi? Yoshlarga ishonish kerakmi? Men tushunmayapman shunga. Hey bobay, kampirlarga ishonavering. Nima qilasiz yoshlarga asilib? Yaxshi ham yoshman-ey. Bo'lmasa menga ham gap atarmidi? Tavba, erkaklar qirilib ketganmi? Faqat xotin-qizlar o'tadi-ey. Ko'chada ayollarga nima bor? Uyingda xudo deb o'tir. Bola chaqangga qarab. Assalomu alaykum. Menda mayda yo'q. Menda umuman pul yo'q. Men pul so'rab kelmadim. Men qo'lingizni so'rab keldim. Qo'lim nima qilasiz? Qo'lim o'zimga ham kerak. Sovchib keldingizmi? O'jiga chiroylimi? Keyin men ba'zi bir qizlarga o'xshab gelik so'ramayman. Malibu bo'lsa bo'ldi. U bolani aravachadan boshqa hech narsasi yo'q. Lekin sevgi to'la yuragi bor. Demak siz balki taqdirimdagi bitilgan yigit shudir. Agar bu yigitga rad javobini bersam, vapshi esiz o'taman. Bu yigitni yuvib, parvarishlab qarasam, savob olaman va jannatga ikkinchi putyovkani qo'lga kiritaman. Nimaga o'ylanib qoldingiz? Rozimisiz? Tirjiqala, kelib men nogiranga teyamanmi? Afsus, meni kechiring. To'xtang. Men rozi. Rostdanmi? Ha, voy, oyoqlaringiz churib ketdimi? Bu kul sizga. Rahmat. Mana bu bilaguzuk ham sizga. Meniki-ku? Bu jidderiya. Yo'q, bu haqiqiy tilla. Rahmat. Nimaga aravachaga o'tirib oldingiz? Meni sinadingizmi? Ha, zamon o'zgargan. Hozirgi qizlar butun fikr xayoli boylikda. Sevgi muhabbatni esa ikkinchi darajaga qo'yib qo'ygan. To'yni qachon qilamiz? Bugunoq sovchilarni jo'nataman. Bir hafta ichida to'yda xudo xolasa. Mana qara, muzdaydan olgin dedim. Muzdaydan olgin, keyin hali kapchani esdan chiqmasin. Tez bo'l, tez bo'l. Hamma qaqrab ketdi. Ha, keyin haligi gapim chala qoldi. Pul beradigan bo'lsang, ko'paytirib oladigan qilib bergan. Ana shunda Assalomu alaykum yaxshilar, yaxshimisiz? Qanaysan? Marhamat, yaxshimisan? Rahmat. Ajab bu quyuq ko'rishingdan bir pul kerakmi deyman-ku. Topding. Topdi. Anaqa yo'qchilik qursin. Yaxshilikka qarz so'rab keldim. Endi mabodo pul nima kerak bo'lib qoldi? Juda ham qiziqyapman-da, tog'a. Yaxshilikka dedim-ku, jiyanim sohibani turmushga berdim. To'yga. Sohibani deysanmi? Ey, kim olyapti bu sho'rpashana loq kim ekan u? Loq emas. O'ziga yarasha to'q, ha. Ana Aqchalik Po'latvoy ota bor, shuni o'g'li Mirzohid. Shunga. Xo'sh, qancha kerak? Shu bilasan o'g'lim yaqinda Amerikaga ishga joylashdi. Shunga shu dasturxonga, hali san'atkorlarga. Shu ana jiyanim san'atkordan bor ekan, Ulug'bek Mirhamidov degani. Shuni aytmasangiz nima qiz bazmi bo'lmaydi. Ana Botir Qodibga o'xshaydigan san'atkormi? Ha, o'sha. Ko'ylim ko'chasi. Niyat qilgan artistlarni qarang. Ulug'bek Mirhamidov xonam ijtimoiy tarmoqlarda faol-ku, ana Botir Qodibga o'xshaydi. U ustozim birovga 2000 dan kamga kelmaydi. Yo'q, a? Yaxshi. Beraman. Bilasan, pul jigardan bo'lgan. Lekin sharti bor. Qiyin emasmi? Yo'q, bitta o'yinga tushib berasan. Yarim soat. Ya o'yinga tushamiz, to'yda hammamiz tushamiz. Yo'q. Hozir tushasan, musiqasiz. O'ynaysiz, keyin qancha bo'lsa pul berarlar. Berasizlarmi? O o'g'il bolaga. Umrimda o'yinga tushmaganman-da. Endi pul kerak bo'lsa o'ynaysiz-da, qani?
Sakrab. Aylanib. Suvni ko'p ichganmiz ha? Ko'k choy. Aylanib. Sakrab. Qorinlarni silkitib, ha? Ha. Yashang. Yashang. Voy, yuragim. Yuragi og'rib qoldi. O'rtoq, ana bilasan-ku, ana yuragimga oyog'imdan tomir olib qo'yishgan. Hozir Bilaman. Menga qarang. endi ish bo'lmasa to'yni o'tkazib olaylik. Jiyanimni to'ygacha o'lib qolmay, berib turinglar, iltimos. Menga qarang, pul kerakmi? Davay o'ynang. Ha? Men sizlardan qarz so'rab keldim, o'lmasam qaytaraman. Menga qara, o'lib qolsang kim qaytaradi? Sen o'zi 70-80 foiz o'lib bo'lgansan. Ha, xudo biladi kim oldin, kim keyin o'ladi, o'rtoq. O'sha artistni o'zim ko'taraman. Qancha bo'lsa ham, qimmat bo'lsa ham ko'tarasizlar? Menga qara, erkak bitta gapiradi. O'sha artistni o'zim ko'taraman dedimmi? Ko'taraman. Qimmat bo'lsa hammi? Ko'taraman. Lavs, aroni men ko'taraman. Yo'q, barakalla. Barakalla, yaxshi odamlar. Ming rahmat sizlarga. O'tinglar, shanba kuni to'y, shanba kuni, ha? Kunduziga. Bo'ldi. Qarang, ustoz, shunday yomon ko'rgan odamimizga yordam beramiz. Ha, endi erkakchasiga va'da berdik. Bajarmasak bo'lmaydi. Qani? Hofiz keling. Assalomu alaykum tog'a. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Men rosa xursand bo'ldim. Xush kelibsizlar. Qani ichkariga marhamat. Shu ichkariga kirishdan oldin hisob-kitoblarni qilib olsaydik-da. Alika, ichkarida mana Parvon o'rtog'im o'tiribdi. Jon o'rtog'im. Albatta pulini beradi. U o'g'il bola, ha. Siz bemalol xizmat qilavering. Xursand bo'ldim. Rosa xursand. Qani ichkariga kiring. Yaxshi. Kiring. Ha. To'y boshlab turaveradi. Ha. Rahmat, bugungi mana shu visol oqshomiga ajoyib mehmon san'atkorlar tashrif buyurgan. Men hozir sizlarga mehmon san'atkorlarni taklif etaman. Davom etyapti. Davramizga ajoyib ijodkorimiz Botir Qodirov taklif etamiz, marhamat. Ana qayerdan bilaman? Botir Qodirovga o'xshab ketar ekanda. Chaqiring-a. Xo'p. Uzr, ming bor uzr, to'yimiz davom etadi. Hozir davramizga xalqimizning sevimli san'atkori Umida Mirhamidovani rostdan ukasi Ulug'bek Mirhamidov taklif etamiz. Marhamat. Qarsak cholishingiz chiqmasin. Marhamat. Menga qara. Nimaga bunaqa kino oldingiz? Qo'yadan beri odamlardan uyalyaptilar. Men o'tgan safar aytganman. Millicha kiyaman, qatama-qatma kiymayman deganman. Siz shu paytda menga gap qaytaryapsizmi? Nima qilib gap qaytasiz? Kaltaga yeysiz, shoshmay turing. Bilamiz kimdan kaltak qildi. Bo'ldi qiling, nimaga uncha qo'l ko'tarasiz odamga? Между прочим, Aysha Ulug'bek hofiz meni rosa sevgan. Kam qotib qolgan menga. Assalomu alaykum sohib opa. Ha, Men sizdan o'g'irlab olib ketgan bular uzukni qaytarib bermoqchiman. Keragi yo'q, o'sha kerak-ku. Mana bu uydagilarim berib yuborgan sovg'a. Tillami? Ha. Rahmat ey. Qara. Menga o'xshagan chiroyli qiz uchrasin senga ham. Maylimi? Rahmat. O'yna.
marhamat. Ey, kuy. Voh, o'lyapti. Mana ne, bitta bo'pti. San'atkorda olta xijolat bo'lyapman. San'atkoringni ko'taraman degansan. Bilmaysanmi? Men erkakman. Tushunayman, bitta gapiraman. Ko'taraman dedimmi? Ko'taraman. Ana yur, ishonma. Bo'l, ber. Ko'rdingmi? Men va'damning ustidan chiqdim. San'atkorlikni ko'taraman devdimmi? Ko'tardim. Chingach kuk bitta gapiradi. Sen chingach kuk emassan. Chingach Naras. Ming la'nat senga, ming la'nat. Meni hofizda o'tib beburt qilding. Manchi, men sog'lom odamga pul beraman, ya'ni qarz beraman. Ertaga o'ladiganga emas. Ana, Marhamat tog'a, ustozim hofizni qanday ko'targanini ko'rdingizmi? Sen ham aroqni ko'tarib qo'ymading-da bitta. Uzr, yodimdan ko'tarilibdi. 2 marta borib ko'tarib kelay. To'xta. Qorinlaring to'ydimi? Nima? Hozir yeb ichganimizda minnat qilmoqchimisiz? Yo'qolaring. Men keyin senlar bilan o'zim gaplashib olaman. Shunaqa gapirishimman. Nima qilaman? Ket. Ketamiz. Lekin bilib qo'y, menchi mana shu seni to'yingga ham, jiyaningga ham, kuyovingga ham, stadioningga ham. Tushundingmi? Ertaga bormi yo'qmi? Gaplashaman deganiga bo'laymi? Qara, bir pivo ichaylik, aytadi-ku. Vodka без пива, деньги на ветер. Ko'taraman dedimmi? Ko'tardim. Lubbal jo'jamasam deb gaplashaman. Sog' bo'l. 3 marta ko'tardim. Hofiz, ming xijolataman. Bankdan kredit olib bo'lsa ham beraman. Men o'g'il bolaman, gapim ustida turaman. Ana Farmon ko'rmaysizmi, kazollik qildi-da mana. Xijolat bo'lmang. Endi Farmon akani firibgarligini butun dunyo biladi. Bizning xizmatimizni shu to'yinadi bilasiz. Agar yana xizmatlar bo'lsa aytasiz. Yo'q, ming rahmat sizga. Ming rahmat. Rahmat san'atingizga san'at qo'shasiz. Yaxshi, Hofiz akana. Men sizlar xafaman-da, ustoz. Nimaga? Mana Marhamat tog'a, men sohiba jiyanga katta to'y berdi, to'g'rimi? Lekin biz bir so'm to'yini bermasak kirdik-da. Hamma odam bir so'm bo'lsa ham to'yini berib kirdi. Ikkalamiz bir so'm to'yini bermadik. Bu uyat-ku bizga, ustoz. Uyat-ku. Sen menga shogird bo'lolmaysan. Nimaga? Meni ta'limimni ololmayapsan sen. Men senga ilgari ham aytganman. Yana qaytaraman. Kimga to'yini berasanmi? Qarz berasanmi? Qaytarib bera oladigan bo'lsa bergil deb ming marta aytganman. Xumpar. Marhamat tog'a, ertaga o'ladi demoqchimisiz? Balki bugun o'lar. Haligi pivoni ko'proq ichib oldi shekilli. Zahar qurg'ur tanqidi. Ko'ppa kunduzkuni Farmonboy degan nomingiz bor. Uyat bo'ladi. Ana uycha bor ekan, uychaning tagiga boring. Boring ustoz, ana uychaning tagiga boring. Uyat bo'ladi. Men qarab turaman, xo'pmi? Bemalol, xo'p. Men qarab turaman. Mana hech kim yo'q, boring uychaning tagiga. Yedi ustoz. Aroq seni yedi ustoz. Ey Xudoyim. Ana sharman. Ey. Hech kim yo'q. Voy.
Ha. Ha. Assalomu alaykum tog'a. Ya alaykum assalom jiyan, yaxshimisan? Xudoga shukr. Katta bo'lyapsizlarmi? Ha, kecha o'ziga boruvdi. 3 ta ol desa bo'ladimi? Erkaklarimiz ko'paysin-da tog'a. Vatan himoyachisi-da. Sara qara. Ha, barakallah, katta bo'linglar iloyim. Rahmat. Ko'zingga nima qildi? Ha, voy, qo'yavering tog'a. Keta. Men unga ko'rsatib qo'yaman, 2 qat xotinni uradigan erkakni hozir. Yo'q, tog'a o'zim odam qilib olaman. Men hozir dabdalasini chiqaraman. Yo'q, tog'a kirmang, uyalaman-da. Nimadan uyalasan, qoch. Kirmang, tog'a. Gapiram. Yo, nahotki jiyanim Tog'ajon, men xafa emasman. Uryaptimi? Demak, sevadi. Hayotda ko'p asli hangoma hazil. Ba'zi bir hazillari tagi bo'lar zil. Oilali jahonga boqsangiz do'stlar, albatta ko'rinar baribir. Qalboq, qalboq, qalboq. Yaxshiga soyabon